Hurmatli yurtdoshlarimiz, mana savobga to'la joyga yana bir yetib keldik-da. Bu Farg'ona tumanida Konslamovda ikkinchi xonadonimiz. Qo'lingizdan kelgancha, yana iltimos qilib sizdan so'raymiz, qo'lingizdan kelgancha maksimalni bu videoda chiroyli qilib tarqatib bersangiz yaqinlaringizga, imkoniyatingizga qarab turib. Bu xonadonda to'g'risini aytib o'tganda, odam ma'ni kechirasiz, odam yashashga uyatadi-da. Odam yashashga qo'rqadi. Misol, har xil misol nima deydi? Zilzila bor, suv toshqini bor, har xil, lekin Allohimga behisob shukr, tinch osoyishta davlatda yashayapmiz, yurtboshimizda boriga shukr. Ko'p turgan xonadoningizda ikkita opa-uka yashaydi, bittasi ikkovsi ham boquvchisini yo'qotgan, boshdan olaylik. Ha? Ko'p turgan xonadoningizda ikkita opa-uka yashaydi, bu xonadonda ikkovsi ham boquvchisini yo'qotgan, birida bir nafar farzandi bor, birida ikki nafar farzandi bor. Opasini misol birinchi guruh nogiron farzandi bor. Hozirgi ahvolini ham ko'rib borasiz. Singlisida ham xuddi shu ahvoldagi farzand bor. Imkoniyatingizdan kelib chiqqan holatda har kim har kuni yaxshilik qilishga, har kim har kuni o'zingiz uchun jannatdan qasr qurmoqchimisiz? Mana marhamat. Qo'lingizdan kelgancha shu videoni yaxshi yo'nalishda, yaxshi insonlarimizga tarqatib qo'yib, pastdagi nomerlarimizga bog'lanib, bu xonadonga nima kerak degan savolni bersiz, biz albatta sizga aloqaga chiqamiz. Chiroyli qilib, mana shu xonadonda bundan oldin ko'rgan videoyingizdagi xonadonda chiroyli qilib, ikki xona oldi ayvonmi, bo'lmasa ta'mirtalab bo'lgan joyni ta'mirtalab qilib turib, yaxshi yo'lda savob uchun, jannatdan o'z uchun qasr qurmoqchi bo'lsangiz, marhamat mana shu xonadonga yordam berasiz deb umiddaman. Rahmat hammangizga.